Kun yasaldiga o'ylanyapmiz-da biz. Baribir sinonimini topish kerak. Bu ham sinonim. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum. Men ikkinchi ingliz, ikkinchi kurs talabasi. Ismim Lo'bay. Aha. Assalomu alaykum. Meni ismim Ruxsora. Yaxshi. Hozir biz sizlar bilan bitta juda ham ajoyib o'yin o'ynaymiz. O'yinimiz davomida sizga mana shu oq varoqning ortida bitta so'z berkitilgan bo'ladi. Siz ushbu so'zni 30 soniya davomida sinonimlarini topishingiz kerak bo'ladi va u sinonimlarni siz yozayotganingizda imloviy qoidalarga rioya qilgan holatda yozishingiz kerak bo'ladi. Va o'yinimiz oxirida eng ko'p sinonim topgan ishtirokchi g'olib deb topilib, hamkorimiz Sarmoya Books'dan kitob yutib olishi mumkin. Tayyor bo'lsangiz, unda biz boshladik. Vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizda yakunlandi, tugatildi. Bu to'g'ri, nuqta qo'yildi. Olib ketamiz. Yakun topdi. Tugallandi. Lobar, siz o'yinimizda g'olib deb topilib, barcha sinonimlarni to'g'ri topganingiz va eng ko'p topganingiz uchun hamkorimiz Sarmoya Books tomonidan sovg'amizni qabul qilib oling. Xursandman.